Muhammed Salih Damullamning qisqacha tarjimoli. İctihodliq tükbikar olim Muhammed Salih 1991 yil 10 oy Arab Misr Cumhuriyetining poytaxti Qohirada Muhammed alayhisalomning mavludini xotirlash munosabati bilan xalqaro tantanali yig'in o'tkazildi. İlmi muhokama xarakterini olgan bu qitimliq yig'inda har qaysi davlatlardan tanlangan xalqaro islom dini tadqiqot uchun alohida to'kib qo'shgan 10 olim Misr Zongtong Muhammad Husni Muborakning qabul qilishiga erishib, Husni Muborakning o'z imzosi qo'yilgan tabrik shahodatnomasini o'z qo'lidan topshirib bilib, birinchi darajalik ilm fan ordeni bilan mukofotlandi. Dunyodagi axborot vositalari bu tükbikar olimlarning ish izlarini bas-basti xabar qilishdi. Bu 10 olim ichidagi to'limi yiroq taklamakan bo'g'ridan kelgan, beshiga yorishimliq bodon do'ppa, baqassam to'n kiygan bir Uyg'ur gazet jurnal muxbirlarining ziyorat qilish ob'ekti bo'lib qoldi. Islom dini tadqiqot sohasiga samaralilik natijalari bilan o'z xalqini xalqaroliq sahnalarga ilib chiqqan bu kishi dilshunos, Qur'onshunos, tadqiqotchi olim Muhammad Salih Damullam edi. 1992 yil Ramazon oyi Marokash podshohligining robotdagi xon urdusi o'tkazilgan Ramazon leksion o'qish yig'ini davom qilyotdi. Ko'zni qamashtirgan rangoran gilamlar bilan bezilgan shohliq to'shak ustida Marokash podshohi Hasan II o'ltiribdi. Uning o'ng tarafida islom davlatlaridan elchilari, so'l tarafida Marokashning harbiy, mulkiy amaldorlari, old tarafida bo'lsa maxsus taklif qilingan chet ellik nupuzliq diniy olimlar o'ltiribdi. Padişahning ota buvisidan qolgan an'anaviy odat bo'yicha har yil Ramazon oyida ilib berilgan islomiyat ilmi tadqiqotini asos qilgan leksiya o'qish yig'iniga podshoh Hasan II shaxsan o'zi riyosatchilik qilyotdi. Bugungi leksiya o'qish navbati Jungudan alohida taklif qilingan olim Muhammad Salih kelgan edi. Muhammad Salih o'rnidan turib podshoh oliylar ehtirom bildirgandan keyin arab tilida yozib tayyorlagan Xinjiangdagi masjidlar va ularning islom davridagi roli degan temadagi ilmiy maqolasini o'qishga boshladi. 1 soat yetmagan vaqtda maqolaning asosiy ideyasini yo'ritib berish osonga tushmaydi. Ammo Muhammad Salihning bunda xalqaro ilmiy muhokama yig'inlari qatnashi tunji qitim emas edi. Shundoq bo'lg'achqa u ancha qiynalmasdan maqolani ko'ngilga pukkan plan bo'yicha ixchamlab, tushunishli qilib sharhladi. Yig'indan keyin Muhammad Salihni podshoh Hasan II qabul qildi. Muhammad Salih Jungu musulmonlarining ahvolini, islom ma'orifining taraqqiyotini va o'zining islom tadqiqoti sohasiga erishgan natijalarini tunishtirdi va Qur'oni Karim bilan Sahih Buxoriy javharlari va Qasilloni sharhining uyg'urcha nusxasini taqdim qildi. Shu fursatda Muhammad Salih Jungu Marokash to'siqni madihlash, arab tilida yozgan qasidasini podshohga sundi. Keyin podshoh oliylarining taklifi bilan bu qasidini leksiya o'qish yig'inining oxirgi kuni ilib berilgan davdug'liq tabriklash faoliyatida deklamatsiya qilib o'qib berdi. Taklamakan bo'g'ridan kelgan bir Uyg'urning o'z ona tili bo'lmagan, ya'ni kelib eng tastil hisoblangan arab tilida yozgan bu fasohatli qasidasini yig'in qatnashchilari islom tarixida to'kisi zo'r O'rta Osiyo olimlarining tarixdagi simosini qayta ko'rgandek bo'ldi va uzoqcha olqish yangratdi. Qasida o'qilib bo'lgandan keyin podshoh Hasan II bu olim bilan qo'llashib ko'rishib o'tib, qasidani noiti fasohatli yozibsiz, xuddi Ibn Zaydun arablarning o'toqliq klassik shoirining she'rini o'nglagandek bo'ldim dedi. Marokashning dinni ishlar vaziri o'toqliq olim Abdul Kabir Al-Vahiy podshoh oliylari sizning qasidangizni chavaqchilib olqishladi.
ilgari birər ədibning o'qigan she'riga chavoq chalgan emas edi. Shuningdan keyin vazir Marokashda yilda bir qitim ichilgan Ramzon oyi leksiya o'qish yig'iniga Muhammad Salihni birər qasid yezib o'qib berish taklif qilib turdi. Har yili uning yig'inida yezib o'qigan qasidalari shu yillik leksiya to'plamining oldingi batlaridan o'rin olib keldi. 1998 yili Muhammad Salih Ramazon oyi leksiya so'zlashchiqini qatnash uchun Marokashga amdli yetib berishiga dinniy ishlar ministrligining mas'ullaridan biri bo'lgan Muhammad Alavi uningga sizga xush xabar. Yig'inning yepilish marosimida butun yig'in qatnashchilari bo'lgan olimlarga vakolatan podshoh oliylari huzurlar xulos so'z qilishga sizni tayinladik. Bu cho'ng sharaf. Bundan burun bu ishqa faqat arab olimlari taklif qilingan, g'ayri arab olimlardan tunji bo'lib siz taklif qilindingiz dedi. Shuning bilan Muhammad Salih puxta tayyorlik qilib, bu vazifani ado qilib, olimlarning yaxshi bahosiga erishdi. Podshoh Hasan II Muhammad Salihga tortiqlash yuzidan Marokashning odat bo'yicha shahona puloliq tun bilan 7 qavat libos kiygizdi. Muhammad Salih 1936 yili Otishdagi Fozil tunilgan olim Salih Damullam hojimning oilasi dunyoga kelgan. Salih Damullam hojim ayni zamonda arab, Faris adabiyoti bo'yicha yetilgan adib. Islom dini ilmida to'shqan katta ulamo, ma'rifatparvar zot edi. Fanniy maktabda o'qib yurgan Muhammad Salih dadisining ta'sirida kichikdilla atrofliq dinniy ta'lim olishga boshildi. 11 yoshda xatmdan o'tib, murattab qori bo'lgandan keyin arab, Faris tillarini o'rganishga kirishdi. Keyingi ig'iz japoliq kunlardagi qiyin sharoit va bisim uning ilmiga bo'lgan o'tdak ishtiyoqi va buyuk g'oya uchun tiklangan irodasini bo'ysundira olmadi. Dadsi Salih Damullam hojim o'g'lining yumron qalbida uning to'g'ri yo'linish bo'yicha atrofliq yetish uchun turtlik rol o'ynaydigan unutilg'isiz ilhom baxsh izlarni qoldirgan edi. Dadisining tarbiyasida islom dinining har qaysi ilm turlariga puxta asos silib bo'lgan Muhammad Salih keyin Beyjingga berib, Jungo Islom institutida 1 yil o'qidi. Ayni chog'larda Misrdan taklif qilingan Haydoydin Zayyani, Shayx Abdulhayd Hamid Sulaymon qatorliq professorlarning bevositachiligida tafsir, hadis, fathi, aqida, islom falsafasi, islom tarixi, ilmiy balog'at, ilmiy kalam, arab adabiyot qatorliq fanlarni sistemliq o'rgandi. 1960 yili kuzda maktabni a'lo natija bilan bitirib, Jungo Fanlar akademiyasi Xinjiang sho'basining millatlar tadqiqot o'rniga o'rinlashdi. Shuningdan keyin u ko'ngliga putgan planlari bo'yicha butun zehni bilan din tadqiqot xizmatiga kirishib ketdi. Qur'oni Karim dunyoda nurg'un tillarga tarjima qilinib nashr qilinayotgan sharoitda uning hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi tarjimasining yo'qligi zo'r bir bo'shliq edi. Uni tarjima qilish, Uyg'ur kitobxonlarini Qur'onni bevosita tushunish, dinga e'tiqod qiladigan ommaning e'tiqod jihatdagi jiddiy ehtiyojni qondirishda muhim ahamiyat ega bo'lib qolmay, balki ilm fan xodimlari Qur'onni tadqiq qilish imkoni ega qiladi. O'z qarindoshlarining bu tashnoligini tushungan Muhammad Salih Qur'oni Karimni tarjim qilishni niyat qilib, xili uzundan tortib nufuzli Qur'on tafsirlari va munosabatli kitoblarni to'plash kirishgan edi. Qur'oni Karimni hozirgi zamon Uyg'ur tiliga tarjim qilish murakkab bir tadqiqot jarayoni bo'ldi. Muhammad Salih har yili har bir oyatni tarjim qilganda nufuzli tafsir kitoblarga va klassik arab tili bilan hozirgi zamon arab tili selishtirgan lug'at qomuslarga murojaat qildi. Ifodalash jihatdan noiti ehtiyotlik bilan ish ko'rib, har bir so'z ustida atrofliq izlandi. Qur'oni Karimning alohida o'rnini va o'ziga xos uslubini nazarda tutib, har bir oyatning mazmunini Uyg'ur adabiy til bo'yicha aynan tarjima qildi.
kitobxonlarning tushunishiga osonlik yaratib berish uchun zarur tepilganda joylarga qistirma so'z va qisqacha izohatlarni berdi. Bu izohatlarning hammasi degudek ishonchlik Qur'onni tafsirlaridan tanlab elindi. İnsaniyat tarixidagi har bir mo'jiza, ulug' ishlar kishilarning qon tari to'kishi bilan vujudga keladi. Muhammad Salih ko'p yillik jafoliq emgak qilib, nurg'un tirishchanlik ko'rsatib, oxir musulmonlarning diniy dasturi bo'lgan Qur'oni Karimni arab tilidan Uyg'ur tiliga talabga loyiq ravis tarjim qilib chiqdi. Qur'onning qisqacha tafsirini o'z ichiga olgan bu tarjima butun nashr qilish oldida Şinjan İslam Cemiyetining tashkilishi bo'yicha diyorimizga mo'tabar hisoblanadigan 15 nafar nufuzliq olimning ko'zini ko'chirib chiqishiga sunildi. Ulamolarning tarjimonini boshdan oxiri mutaila qilib chiqib, bir ig'zin ma'qullab alayda tahsin o'qib, tahrir yozib berdi. Bu tarjima 1986 yil Markaziy Millatlar nashriyati tarafidan 200 ming parcha besilib tarqatildi. Shundaqla Qur'oni Karimning bu tarjima nusxasi Saudiya Arabistonining podsho Fahdidning tasdiqlashi va amri bilan podshohning Qur'on besish matbasida bir qancha 100 ming parcha besilib, munosabatli davlatlarga tarqatildi. Saudiyada besilgan bu nusxa Jungu İslam Cemiyeti orqali qoldirilib, Şinjan'da xeyli nurg'un tarqatildi. Olim ishlagan Qur'oni Karim Uyg'urcha tarjimasining Silavan yozig'idagi nusxasi Moskvada necha ming nusxa besilib tarqatilib, O'rta Osiyoda yashayotgan Uyg'urlarning birdak olqishiga erishdi. Muhammad Salih yana hadis ilmidagi 6 ishonchlik nufuzli kitoblarning birinchisi bo'lgan Sahihul Buxoriyni va Muhammad alayhisalomning tarjimali qatorliq kitoblarini arabchadan Uyg'urchaga tarjima qilib nashr qildirdi. Mayli Qur'on yoki hadis bo'lsin, alohida ijtimoiy muhitda va tarixiy ko'rinishga ega. Til buningdan 1100 yil ilgari arab badiiy tili asos qilgan fasohat, balog'atni va badiylikni yuqori bo'lgan, uni tushunish, asli sodiq bo'lgan holda tarjima qilish oson ish emas edi. İstidodli diniy olim Muhammad Salih uzun yillik kitoblarni dengiz uzish, nurg'un zihni quvvatini sarf qilish badiliga oxir bu ishni vujudga chiqardi. Ulardan boshqa u yozgan Qur'oni Karimning 29 va 30-parlarining tafsiri, Islom etikaga oid 30 necha temini o'z ichiga olgan Qur'oni Karim va hadislardan tanlanma nomli kitob va o'rta hajmlik arabcha Uyg'urcha lug'at nashrdan chiqib, keng xalq ommasining yuqori bahosiga erishdi. Bo'libmi bu istidodli olimning 20 yillik jafoliq ajri va yurak qinining mevsi bo'lgan cho'ng hajmdagi arabcha Uyg'urcha cho'ng lug'at 2002 yili Şinjan xalq nashriyoti tarafidan chiqib, bu sohadagi zo'r bo'shliqni to'ldirdi. Yana duoning ahamiyati va xosiyatli duolar nomli kitobim nashrdan chiqib tarqatildi. Muhammad Salihning tadqiqoti diniy temalar bilan cheklanib qolmasdan, yana Uyg'ur klassik adabiyoti, tarix, til, ma'rif sohalariga muhchitiladi. Muhammad Salih 1961 yildan tortib tilshunos Uyg'ur Sayrami apandi bilan birlashib, Divan lug'at turk kitobini arabcha, fors nusxasi bilan bas nusxa asosan hozirgi zamon Uyg'ur tiliga tarjima qilishga kirishgan edi. 4 yillik jafoliq ishlash orqali bu vazifani muvaffaqiyatli tamomlab nashrga sunish oldida. Madaniyat inqilobi boshlanib, shu inqilob qoyim chiqqanchilida u tarjima nusxa talon-taroj qilinib, zoyi bo'lib ketdi. Muhammad Salih yana o'z yolg'iz va boshqalar bilan hamkorlashish asosida Jamiul Tarix, Taraxix Xamsa, G'azot va Mulki Chin, İhya Ulumuddin, Maktubat, Tazkirai Azizon, Sirul Muzqiz, Zafarnoma, Tazkirai Uvasiya, Taraxix Jadida, Jadumul Qil qatorliq kitoblarni tarjima qilib, ilmiy tadqiqot ishlari mo'l materiallar bilan ta'min etdi.
Olim Muhammad Salih İctimai Fanlar Akademiyasida 27 yil ishlash jarayonida nurg'un ijtimoiy, ilmiy tekshirishlarga va material to'plashga qatnashdi. Japonlik izlanib birinchi qo'l materiallarni egallash uchun Xinjiangda uning oyog'i tegmagan qadimiy joylar, yodikorliklar, mozoy mayashliqlar, masjid, madrasalar qolmadi. Ayni chog'dagi nomdor ulamolar pishqadam vaqashunoslar yurt mo'tivallarini ziyorat qilib, ilmiy suhbatlarni ilib bordi. U yana turk tillar divonining muqaddimasini o'qigandan keyin ulug' adib Tajallining adabiy ijodiyati to'g'risida Ruqaati Navai haqida, Abbahoji Mazar va uning tarixiy arq ko'rinishi to'g'risida, mazarparastlik va uning Xinjiangning xususiyatlari, Qutog'ubelikdagi Odug'mish obzori to'g'risida, Xinjiangning diniy ma'rif va uning tarixiy o'tmishi, islom dini tarixidagi xavarishlar guruhi, Shia Ismoiliya mazhabi va uning tarixi to'g'risida, Xinjiangdagi mazarlar to'g'risida, Maxtum Azam va uning nasab nomisi, islom dini va ilm-fan, duoning ahamiyati va xosiyatlik duolar, Allohning go'zal ismlari va sifatlari qatorliq ilmiy maqolalarni yozdi. Bu maqolalarning ba'zilari xalqaro ilmiy muhokama yig'inlarida, mamlakatlik yig'inlarda o'qildi va markaz va yerlik chiqadigan dunyo dillari tadqiqoti, Jungo musulmonlari, Xinjiang ijtimoiy fanlar tadqiqoti, Xinjiang Dashu ilmi jurnali qatorliq jurnallarda e'lon qilindi. Muhammad Salih yana vaqt ajratib Uyg'ur klassik adabiyoti tadqiqoti bilan shug'ullandi. Tajdid nomli g'azallar devoni, Tutnomani, cho'ng hajmlik daston, Muhabbatnoma, Hüseyinxon Tajallining dadisi Salih Damullah hojimning bir qism she'rlari nashri tayyorildi va Buloq jurnalining ba'zi sonlarida e'lon qildi. Muhammad Salih bir tarafdan japonlik ilmiy tadqiqot xizmati bilan shug'ullansa, yana bir tarafdan 1987 yildan boshlab Xinjiang Islom institutining mudirlik vazifasini ustiga oldi. Yaramliq diniy izbosarlarni yetildirish uchun hordim toldim demay ter to'kdi. Institutning har qaysi tarafdagi xizmatlarini ching tutish bilan birga o'quv-o'qitish turiga alohida e'tibor bilan qarab, nazoratchilik qilishni emas, balki o'zi bevosita qo'l tiqishildi. Darsliklarni tuzdi. Darsxonaga kelib bevosita dars o'tdi. Jungo musulmonlari jurnali 2003 yillik 3-sondan elindi.